Son sahmeyi dostlar sizlar bilan amma sizlar bugungi videomizda biratlar mana shunday katta parkurdan o'tib o'zimizni qiynaymiz. Ana o jeleni esa rosa salga tegib qatdan chiqyapti hozir bilmayman. Peshonamga kelib mo'lisam yo'q albatta. Mayli va biratlar biz videoni boshladik. Qatdan ko'rdingiz? Diyor mayli. Biratlar va men yaqinda Telegram kanali ochganman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Unga ham albatta. YouTube'dan oldin o'sha yerga videolarimni qo'yaman. To'g'ri, bir ikkisini birinchi YouTube'ga qo'yishim mumkin, lekin ko'plari o'sha yerda bo'ladi birinchi videolar. Men videolarimni ko'rish xohlaydiganlar uchun shoshilmang. Hayt, o'tolmadimmi demak qo'shiq bizga qo'shiq. Mayli biratlar, bu yerdan qo'yib yuboramiz. Muammo'mizki, to'g'rimi? Qo'shiq bizga madad bo'ladi biratlar. O'zimga yoqadigan qo'shiq. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. Güzel gülüm gider, uzaktan bakarım. Elini ver, elini tutarım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır. Güzel gülüm gider, uzaktan bakarım. Yarınım bugünüm, yarın yanım gülüm. Sonsuza dek sözüm hep oldu. Kaderimle küsüm, sevgide şanssızım. Ben hep üzülürüm, harabet bu. Anlat anlat, anlat anlat. Gel de gönlüme bunu anlat. Gözlerine aşık oldum. Yanıyorum ben, yanıyorum. Elini ver, elini tutarım. Tasalarım biter, dünyayı yakarım. Biratlar qo'shiq aytganimdek bizga madad berdi va 2 daqiqaning ichida bu katta bo'lmasa ham parkurda o'ta oldik. Va biratlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bo'linglar. Buni ikkinchi qismini ham chiqaraman albatta. Agar like ko'proq yo'q bilsak. Va biratlar, botda o'tishni ham mashq qildik, parkurlarga o'rganib ketmasak bo'ldi. Biratlar, rahmat katta qo'llab-quvvatlashlar uchun. Xayr do'stlar, albatta videoning yangi qismi chiqadi.